Oxirgi payt hamma targetga o'tadi bo'layotgan muammo qanaqa qilib target uslugini qimmatroq sotsam bo'ladi. Mana shuni hozirlangan usulni ko'rib chiqamiz. Birinchisi to'g'ri bozor va to'g'ri biznes bilan ishlang. Siz o'zingiz ishlayotgan biznes reklamaga $300-400 ajratayotgan bo'lsa, u sizga $500, $1000 to'lamaydi hayotda. Bu borada sizga marja yordamga keladi. Siz ishlayotgan biznesingiz marjasi qancha ekanligini birinchi uchrashuvingizda aniqlashtiring. Qancha marjasi katta bo'lgan biznes bilan ishlaydigan bo'lsangiz, u sizga kattaroq summalarni to'lashga bemalol qurb yetadi. Xo'p, keyingisi bozorga qarab emas, qiymatga qarab narx bering. Bozorda $300-400 sotishayotgan ekan, kimdir $100 sotayotgan ekan, kimdir $500 sotayotgan ekan deb turib, narxi o'zingizga o'zingiz qo'yib olmang, narxi berayotgan qiymatingizga qarab qo'ying. Misol uchun, siz biznes egasiga reklamaga $1000 tikib, $40000 savdo qilib beryapsiz. Bemalol siz u holatda biznes egasidan $2000-$4000 atrofida budjetni to'g'ri asoslarni keltirib berib talab qilsangiz bo'ladi. Bu borada sizga ROAS, Customer Acquisition Cost va LTV yordamga keladi. Keyingisi, albatta kuchli va salohiyatli mutaxassis bo'ling. Agarda siz u narsani $2000 deb turgan joyingizda sizdan ko'ra kuchliroq mutaxassis kelib, $1000 ga men qilib beraman deyotgan bo'lsa, biznes egasi albatta unga qarab ketadi. Shu sababli siz o'zingiz ustingiz doim ishlab, kuchliroq, salohiyatliroq va doim o'rganishga chanqoq mutaxassis bo'lishga harakat qiling. Men hamma narsani bilaman deb boshqa tojik yeyolmang. Shaxsiy brendingiz va statusingiz ustida ishlang. Sizga yoqadimi, yoqmaydimi, bu narsa hozirgi paytda juda kuchli rol o'ynaydi. Sizning shaxsiy brendingiz bor yoki yo'qligi, Instagram yurg'izish yoki yurg'izmasligingiz, erinaman, bu narsa yoqmaydi menga, vaqtim yo'q deb turib, o'zingiz minusga tiqayotgan bo'lasiz katta ehtimol bilan. Va statusingiz, avtomobilingiz borligi, sayohat qilganingiz, tashqi ko'rinishingiz, kiyinishingiz, usti boshingiz bu narsalar juda katta rol o'ynaydi. Sababi siz u biznes egasiga borib turib, katta summani so'rayotgan paytingizda o'zingiz siz katta summa ko'rgan insonmisiz yoki yo'qmi, shu narsani bildirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Target haqida yana foydali videolarni ko'rishni xohlasangiz, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying.